أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz bugün Allah subhanahu teala'nın fazl ihsanı inayetle okumak olan dersimiz Ellezi ve Elif Lam'din haber bereş degan muşu mevzudun ders kılmakçımız. El-ihbaru billezi. Bir yer ki be en manisida. Ellezi bilen haber verilmeydi. Ellezi ve elif lam bilen haber verilmeydi. Belki ellezi din ve elif ve lam din haber verildi. Billezi diyen enillezi demekçi de bu. Elif lam din haber vermek. Haber kılış ve nimlen ellezi din haber kılış ve elif lam din haber kılış. Yani ellezi din mubtada kılış. Ve elif ve lam bo'lgan masalan ism fa'il ism maf'ulni iborat sifat mushabbahni iborat buning masalan ilif lam kirgan buning o'xshash sifatlar buning o'zincha nimaga buni allaziga buni ilif lamni yana buni tavlirib ilif lamni ustidagi uning uzunidan xabar bir paqish ashirki ilif lamdan bunu temenni kılımız inşallah. Bu bab olsa normal bir Arap dilinde uşkaydıgan bir bab emez. Mesela adette bir adam e, derastul kitabe diyen olsa ben kitap okudum. Ya ki taharrajtu minel camia ya camiadan tutup camiadan çıktım. Camiadan tutup çıktım ise halasun gap tutulgan gap. Ama bunun ılığı elleziden haber bir pekeş yoki eliflamdan haber bir pekeş degan gapning o'zi ya'ni shu gapning o'zini eng bir uslub bilan bir qator xabar qilib pekesh. Ang bizga mashhur qolay bo'lgan misol zarab zaydan desak. Zayda axuni urdim debdi. Buni masalan allazidan xabar bas qanday berildi? Allazi zarabtuhu zaydun. Anda bir zatki men urgan odam uni zayd. Anda bir zatki anda bir shaxsga urdim men o shaxsni. U kim? U Zayd. Demek ikkisi aytib o'xshash. Biz bir gap bor. Nima? Chuprishdan jontan bal degandek. Ama shu ikkisi bir-biriga murodib, maqsad bir. Ama bu uslublar bilan xabar qilish. Allazi bilan nima? Allazidan xabar berish va alif lamdan xabar berish. Maksat bu hem kitapta yok ama bu Arap ulumun Arabi sahasında bunda ahval bulmaydı bir onay bir yaptığını takım kola nima takım taslashtirgan. Lekin faqatla talib ilminin ki mutala kuvvetini bir qator sinab ko'rish. Ama şu yuqorida nurg'un bablarni o'qidi. مبتدا خبر مثلا pil mora pil mebni yine hal o bu temiz ve kaza degandek nurg'un babları nurg'un ulumul nahviga aloqador nurg'un bir isklatni ichiga kiritsak bo'ladi endi ammo shuning o'zidan qanchagaroq bir narsa erishdi bu o'quvchi deb talibul ilmning bir zehniy quvvatini sinab ko'rib beqish yoki ularning mutolaa ilmi iste'dodini bir qayadan qayergacha yetildi deb o'qishlarni sinab beqish shu maqsadda bir nima qilgan bob bu. Normalde bo'lmasa bu boshqa kitoblarda ko'rilgan gap emas. Faqat o'quvchilarni sinashdan iborat. Dildo vaqt nazım dedi ki ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر وما سواهما فوسطه صلة أعيدها خلف معت التكملة نحو الذي ضربته زيدا فزا ضربت زيدا كان بدر المأخذا
وباللذين وباللذين والذين والتي أخبر مرائيا وفاق المثبت قبول تأخير وتأريب لما أخبر عنه ها هنا قد حطم كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمر شرط فراء ما رأوا وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم. Hmm, ne geldik ya? Betül mü de? Ahir buldum. Takaddema. Beytin ahırını sıfırda. إن صح سوغ إن صح سوغ صلة منه لأل كسوغ واق من وقى الله البطل وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل. Hoş. Hem de eli diyen koşuş bu bab olsa nehi ölmeleri o'quvchilarni imtihon qilish uchun va uni bir qator bir tadrib tamrin qilish uchun ham qo'yilgan bob shundan iborat bu. ما قيل أخبر عنه ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر. Bir narsaki agar deyilgan bo'lsa, ya'ni qachon sana deyilsa deydi, bir deguvchi debdi. Ya uni bir ustoz debdi. Degan bo'lsa, axbir xabar bergin o narsadan allazidan xabar bergin deydi. Billazi, anillazi demakchi-da. Allazidan xabar bergin deb aynar deyilsa, ya'ni qachon deyilsa sana xabar ber. Allazi bilan bo'lgan ismlardan bo'lgan bir ismdan bir narsaga deyilsa xabar bergin, xabar qilgin, bir ism xabar qilgin. O nimadan ismdan allazi bilan bo'lgan ismdan. Ya'ni allazi bo'lgan ism mavsuldan xabar ber deyilsa, bunun zahiri qaraganda hozir bu gaplar endi. Bunun zahiri allazini ash ismdan xabar qil degan chiqadi. Lekin ish undaq emas. Balki bu yerda biz qilmoqchi bo'lgan narsa, u xabar qilmoqchi bo'lgan narsa ash ism. Muxbar anhu enandan xabar qilgan narsa nima? O'su allazi deydi. Biz u ismning o'zini xabar qilamiz. U muxbar anhu bo'lgan narsa nima bo'ladi? Allazi bo'ladi deydi. Qanday uni yaqinda tunisiz deydi. Bu yerda ba bo'lsa al billazi ba an mansa debdi. Xuddi axbir anillazi degandek bo'ldi da bu. Maqsad endi qachon sana oshni deyilgan bo'lsa deydi. Maqil qachon sana deyilsa, nima deb bir allazini akkagin va u allazini mubtada qilgin. Osh ismni cho allazidin xabar qilib boqqin debdi. Va yana bir narsa deyilgan bo'lsa xabar qilgin u allazidin. Andaq bir narsalanki billazi xabar. Allazidin xabar qilgin. O'sa mubtadaan qablu istaqar. O nimitinde mundum burun mubtada olup muqimlashqanti o. Mubtada olup muqimlashqanti. Mesela Zeydun qaimun debdik. Bunun özüdür ço, muşun özüdün, muşun özüdün. Elleziden xabar qilib baqqin deb. Mesela Zeydun aşağınıza mubtada attı. Mubtada oluş muqimlashqan. Ama onu ellezini ekpegin. Ellezini xabar qilib baqqin. Yani bununla mesela
Nima deymiz bu vaqtda? Zaydun qoimun deganimizda allazi qoimun. Allazini aniq o'rniga akib qilamla. Xabarni o'zbet qoldirib, mana qilgan gapim buni. Mana allazidan mana xabar bir paqqin deyilsa, qandaq qil? Mushundaq allazina mundan burun mubtada bo'lgan. Mersun o'zidine allazidin xabar qilib baqqin. Allazina mubtadaning o'rniga kelgan xabar bit qiliversin. Qiliverdi. Mushunsiz xabar qil deydi. Yana onun başka mesela وما سواهما فوسطه صلة أعيدها خلاف معت التكملة برناسك أم إشكستم başkası. Mesela ne deyimiz degende zarabtu zeyden desek en meşhur misal. Biz şunda da haber verdik ki zarabtu zeyden. Biz bunun zarabtu zeyden ne haber verdik. Xabar bermek biz deymiz ellezi zarabtuhu zeydun dedik. Aslı bu nimeti bu zarabtu zeydenti. Zarabtu zeydenti. Bu yerdem de bu ve ma sivahuma. Bir nasniki o ikisinin başkasını. Kaysi o mevsullen yani ellezi bilen haber. O ismi kaysi zeydun. Ellezi zarabtuhu zeydun okşaş desek mesela beytini özü karsak. Ellezi zarabtuhu zeydun desek ama ikisinin başkası kaysi degende bir nasiki o ikisinin başkası ki ay mevsullen yani ellezi ve o yeni bir şu zeydun. Mevsul ve haberden başkası ne? Ne demek cümle fiiliyen demek siz zarabtuhu ne? Bir nasiki o ikisinin başkası ne? Pavassithu o'ttirdiqigan u narsani. Qaysi u? Ash mavsullan ash xabardan boshqa bo'lgan zarabtuni o'zini o'ttirda kelgan. Allazi bilan zaydunning o'ttirisigasin. O'ttirisicha uni siyli qilgan deydi. Allazining shu zarabtu uning ham o'ttirdi qilgan ham u siyli olsun. Allazi mavsul zarabtuning silsilgandek. وما سواهما فوسطه صلة أعيده خلف معت التكملة أم bu silinin aid olan zemir zarabtuhu bu hem de ellezi mevsul zarabtuhu'nun silsi oldu. Ama şu sildeki ait zarabtuhu yine bununki zemir aş mevsul kaydıgan zarabtuhu deki zemir o nima desa bu halaptır. Halap degan o'rin bosqichi. Nimadan o'rin bosdi bu? Zeydundan o'rin bosdi. Asli Zeydun nima etdi bu? Zeydanti. Maf'ulun bihi. Zarabtu Zeydanti. Bu Zeydanning o'rnida halap bo'lib keldi. Nima? Zarabtuhu dek zamir. O'ttirdiqon uni sila deb o'ttirdiqin. O ikkisining boshqasiki mavsullan xabardan boshqasiniki yana zarabtuhuni o'ttirdiqin, uni sila deb turib o'ttirdi qo'ygin. O'ttirga kelgin. Onunki o siliniki oidiki zamir zarabtuhu degan. Hu nimadir bu xalabdir. Nimadan xalab? O'rinbosardir masalan. Nimadan o'rinbosar? Zayddan. Aslında bir de zarabtu zeydendi. Biz buna elleziden haber kıldık. O zeyden ne? Ne dedik o vakta? Ellezi zarabtuhu zeydun da. Zeydun haber oldu bana ama o. Zarabtuhu ay hu zeydununki orunda geldi de. Halap oldu. Nim için? Mu'ted tekmile. Bu bana cümlenin çoğu. Manisini tuluqlaşını belgisi bu. Mu'ted tekmile. O'nun aiti halaptor, o'rinbosardir. Aşı zarabtu hu Zeydun'dan o'rinbosardir. Hem o nima cümlenki tamamını yani bir mükemmellikni belgichidir o. Eğer bu yerdeki bu nima bo'lmasa zarabtu hu zamir bo'lmasa Zeydun halap bo'lib kelgan hu bo'lmasa
cümle mükemmel olmay qoladi o vaqtda o oyat bo'lmasa masalan siylininki siyla o'z qo'yniga olgan mavsulga qaytadigan bir zamirni iborat o bir nima siyli bo'lmasa o cümle komil bo'lmagan bo'ladi. Bu xalaptur ham bir xil takmila, yani mukammallikni belgisidir deydi. Qaysi ay zarabtu hudiki xalap bo'lgan zamir. Nahullazi zarabtuhu zaydan paza, zarabtu zaydan kana padril ma'khaza. Mesela qandaq deganda allazi zarabtuhu zaydun o'xshash misolimiz shu deydi. Shu asl zarabtu zaydanti. Allazi zarabtuhu zeydun. Şu asli nima o? Zarabtu zeydan o. Bunu mana va nima qilib bardik? Allazidin xabar qildik da buni. Xabar qilib, allazi zarabtuhu zeydunga o'rib cho'rib yo'tkivatdik mundaq. Shu zarabtu zeydun de. Shu zarabtu zeydan bo'g'anti bu. Allazi zarabtu zeydun degan gap shu zarabtu zeydan bo'g'anti. Padril ma'xaza. Biz hamma nima qiling? Bilib qo'ying. Mushni oladigan o'rinlarni bilib qo'yingki, mushqa mendaq bir qachon mendaq savol qilinsa sizga, siz mendaq nimadancho allazidin xabar qilib beqing, xabar bir beqing deb qilib qolsa va boshqa jumlalarnicho mush shaklda qilib xabar berasiz bo'ladi. Padril ma'xaza. Bilib qo'ying. Bu oldiga yaning o'zini bilib qo'ying. Endi bundan keyin meni qiyosiy tariqada ishlatibasiz bo'ladi. Oldiga yani obdan bilib olib, bundan keyin qiyos qilyapsiz bo'ladi demak. وباللذين والذين والتي أخبر مرائيا وفاق المثبت. Xabar qiling ro'yqon holatda nima bilan vifaqal musbati. Masalan, qoid grammatikada sabit bo'lgan yoki isbot qilingan shunga muqim bektilgan qoidaga uyg'un holda ro'yqon holda xabar qiling. Nima bilan? Allazayni bilan xabar qiling, allazina bilan xabar qiling, allati bilan xabar qiling. Ma'noda mufrat xabar, mufrat o'g'ashqa allazi zarabtuhu zaydun dedik. Agar buning o'zi xabar nim bo'lsa, agar muzakkar bo'ldi allazi zarabtuhu zaydun deganda. Agar xabar bu yerda muannas bo'lsin deymiz, masalan zarabtu hindan bo'lmasin deymiz, bunda allati zarabtuha hindun mana deymiz. Masalan, o urilgan shaxs ikki ekan masalan. Mesela nimde ikimiz zarabtu zeydeyni mana deyilipti. O halat nimde ikimiz ellezani zarabtuhuma zeydani deb. Eğer o urilgan shaxs ikki shaxs emasken yoki maf'ul xabar qilingan narsa ikki emasken ko'pga. Masalan zarabtu rijalan degandek yoki zaydina degandek zarabtu zaydina deganga o'xshash. U vaqtimda qanday xabar berganmiz? Allazina zarabtuhum zayduna deb. Mushunaqcha sabit bo'lgan, muqarrar bo'lgan qoidaga muvofiqlashtirib ro'yqon holda allazayni va allazina va allati bilan hamma xabar qiling deydi. Yani demek bunun da bir isim mesela siz dilge isim haber bakayım dep dilge isim musanna olgan bolsa mevsuluncu musanna keltirin deydi. Eğer o isim mecmu olgan bolsa mevsulunu mecmu keltirin deydi. Gapning xolasi mavsulning inandan xabar bilgan ismgacha moslashishi lozim deydi. Eğer mufrat olsa mufrat, tasni olsa tasni, cemi olsa cemi. Shundoq deydi. Muzakkar olsa muzakkar, muannas olsa muannas. Mendaq deydi.
Hmm. Hoş. Manada şey tuturayla qağının devamını inşallah qal devamını. Keyinki dersimiz devam qilamiz inşallah. Va axiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.